Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom, keling. Hozir o'sha hamma yoqda trend bo'layotgan terli joynamoz shularmi? Xuddi o'zi. Tabiiy teridan tayyorlangan bo'ladi. Noxushlik kelmaydimi aka? Bilaman. Keling, yaxshisi o'zim sizga tushuntiraman. Mayli aka, zo'r bo'lardi. Avvalo teri turiga qaraladi. Agarda qo'y terisi bo'lsa, yumshoq bo'lganligi uchun juda ham tez yeyilib ketadi. Lekin ot, buqa va tuya terilari juda ham chidamli hisoblanadi. Keyingisi hidini tekshiring. Haqiqiy terining o'ziga xos tabiiy hidi bo'ladi. Agarda unda qandaydir kimyoviy hid sezsangiz, yoki u tabiiy emas, yoki unga qattiq ishlov berilgan bo'ladi. Yuzasini silab ko'rganingizda tabiiy teri ekanini his qilasiz. Juda qattiq va plastikka o'xshagan bo'lmasligi kerak. Haqiqiy terida ranglar biroz notekisroq bo'ladi, lekin qo'lingizni ho'llab ushlab ko'rganingizda qo'lingizga hech qanday ranglar chiqmasligi kerak. Keyingisi joynamozni ko'tarib ko'ring. Agarda juda ham yengil bo'lsa, demak bu sun'iy. Chunki haqiqiy teridagi joynamozlar o'rtacha og'irlikda bo'ladi. Eng oxirgisi narxidan ham bilishingiz mumkin, chunki tabiiy teridan tayyorlangan joynamozning narxi arzon bo'lmaydi. Marhamat. Sizni tushundim aka. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling, yana kelib turing.